Assalomu alaykum hurmatli hokim yordamchilari. Vazirlar Mahkamasining 317-sonli qaroriga asosan aholi tomorqalari hamda ijara yer uchastkalaridagi samarasiz eski bog'larni rekonstruksiya qilish va yangidan barpo etish yo'nalishi bo'yicha subsidiya ajratish onlayn mahallada boshlandi. Onlayn mahalla orqali ariza berish uchun hokim yordamchi o'zining kabinetidan tomorqa subsidiya moduliga o'tadi. Bu joyda ma'lumot qo'shish degan tugmachasi bor. Uni bosamiz va subsidiya turini tanlaymiz. Ya'ni eng tagida sertifikatlangan ko'chat uchun subsidiya degani bor, shuni bosamiz. Bosganda birinchi navbatda fuqaroning ma'lumotlari kiritiladi. Subsidiya oluvchi, masalan, pasport seriya raqami, tug'ilgan sana yozilsa hamma ma'lumotlar kelib chiqadi. Telefon raqami yoziladi. Ko'cha nomi, qaysi ko'chada yashashi avtomatik tanlash kerak. Uy raqami, masalan, birinchi uy, bank nomi, qaysi bankdan fuqaro ochgan plastik kartasi qaysi bankniki bo'lsa shu bank tanlanamiz. Agrobank, Agrobank Payariq, PXM. Xizmat ko'rsatuvchi bank filial info 012. Fuqaroni plastik karta hisob raqami deganda plastik raqami emas, shu fuqaro bankdan plastik karta ochtirgan vaqt o'sha bankda 20 talik fuqaro uchun hisob raqami ochilgan bo'ladi. Shu hisob raqamini nomerlari yoziladi. Bu 20 talik bo'ladi odatda. Undan keyin arizachi turi bu joyda ikki xil bor, ya'ni aholi tomorqasi va ijaraga berilgan yer egasi. Aholi tomorqasini tanlasangiz, o'sha uy haqidagi ma'lumotlar yoziladi. Ijaraga berilgan yer egasini tanlasangiz, fuqaro ijaraga olgan yerini ma'lumotlari yoziladi. Aholi tomorqasini tanladik. Uyda agar kadastr raqam mavjud bo'lsa yoziladi, mavjud bo'lmasa shart emas. Yer maydoni qancha yerga shu ko'chat ekmoqchi yo shunga o'xshagan narsalar qilmoqchi bo'lsa, o'sha umumiy yer maydoni yoziladi 15 sotix. Subsidiya turi bu joyda 3 xil yo'nalish bor. Yomg'ir suvini yig'ish va tomchilab sug'orish tizimini o'rnatish, muvofiqlik sertifikati mavjud bo'lgan mevali daraxt ko'chatini xarid qilish, o'rnatilgan tirgaklar xarajatlarning bir qismini qoplash uchun. Bu joyda siz birdaniga uchala turini yoki faqat bitta turini tanlasangiz ham bo'ladi. Hozir uchala turini tanlagan holatda ko'rsataman. Kerakli faylni yuklang. Agar sizda qo'shimcha fayllar bo'ladigan bo'lsa, shu joyga fayl yuklashingiz mumkin. Keyin yomg'ir suvini yig'ish va tomchilab sug'orish tizimi o'rnatiladigan yer maydoni, umumiy yer maydoni masalan 10 sotixga qilmoqchisiz. Bu joyda subsidiya miqdori avtomatik qarordan kelib chiqqan holatda qo'yiladi summasi. Undan keyingisi meva ko'chatga o'tamiz. Qanday turdagi meva ekmoqchi bo'lsangiz, qo'shish tugmasini bosasiz. Masalan, olma ko'chati 10 tub, bir dona meva ko'chat narxi masalan 50 ming so'm. Bu joyda ham subsidiya miqdorini avtomatik chiqarib beradi va saqlash tugmasi bosiladi. Yana agar qo'shimcha meva qo'shish bo'lsa, qo'shishni bosib, hech xil meva bo'lsa hammasini yozsa bo'ladi. Meva sertifikati yuklang. Agar meva sertifikati bo'lsa, shuni yuklash talab etadi. Bu joyda endi subsidiya to'g'risida ma'lumot, jami meva ko'chat soni 10 ta, subsidiya miqdori 250 ming so'mga. Agar shu joyda boshqa mevani qo'shsak, masalan 15 ta gilos 50 ming so'mdan bo'lsa, saqlashni bo'lsa, bu joyda jami umumiy subsidiya miqdori kelib chiqadi. 25 ta ko'chat 625 ming so'm subsidiya. Endi tirgak ustunlar uchun subsidiya. Nechta tirgak ustun olinadi? Masalan, 100 ta olinsa, bitta ustun narxi qancha? 50 ming so'mdan esa bu joyda subsidiyani avtomatik kelib chiqadi. Shu ma'lumotni to'ldirgan, hamma ma'lumotlar to'ldirilgan ishonch hosil qilib, saqlash tugmasini bossak, subsidiya shakllanadi va bitta hujjat ochiladi. Shu hujjatni fuqaro elektron ключи bilan imzolashi kerak bo'ladi va shu orqali subsidiyaga ariza beriladi. E'tiborlar uchun rahmat.